Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Demak, fuqarolik huquqlari bo'yicha bugungi mavzumiz vakillik va ishonchnoma. Rejalarimiz bilan tanishib o'tsak, demak, bugun sizlar bilan 3 reja asosida ma'ruza mashg'ulotini olib boramiz. Birinchi rejamiz vakillik tushunchasi, ikkinchi rejamiz vakolat va uning turlari, uchinchi rejamiz ishonchnoma. Demak, birinchi rejamizga to'xtalib o'tsak, vakillik tushunchasi. Vakillik bu kecha yoki bugun vujudga kelgan institut emas, balki insoniyat rivojlanishining barcha davrlarida muayyan shaklda rivojlanib kelgan. Ayniqsa qadimgi Misr, Chin, Yunon va Rim davlatlarida savdo va hunarmandchilik faoliyatida undan keng foydalanilgan. Qadimgi Rimda vakillik asosan topshiriq shartnomasi ko'rinishida yuzaga kelgan. Bunda bir taraf, ya'ni mandat topshiriq berishi va ikkinchi tomon, ya'ni mandatariy uning vakili sifatida topshiriqni bajarishni o'z zimmasiga olishi lozim bo'lgan. Vakillik predmeti sifatida yuridik harakatlar ham, faktik tusdagi xizmatlar ham e'tirof etilgan. Vakillik keyinchalik 18-19 asrlarga kelib ancha takomillashtirildi va ayrim o'zgarishlar bilan huquqiy jihatdan hozirgi kundagi shaklga keltirildi. Vakillik so'zining o'zi inglizcha so'z bo'lib, bir shaxs o'zida mavjud bo'lgan vakolat asosida boshqa shaxs nomidan uning uchun bevosita huquqlarni vujudga keltirish, o'zgartirish, tugatish yo'li bilan harakat qiladigan munosabatdir. Vakillik deb bir shaxsning ikkinchi shaxs nomidan yuridik harakatlarni amalga oshirishga aytiladi. Ishonchnomaga, qonunga, sud qaroriga yoki vakil qilingan davlat organining hujjatiga asoslangan vakolat bilan bir shaxs vakil tomonidan boshqa shaxs vakolat beruvchi nomidan tuzilgan bitim vakolat beruvchiga nisbatan fuqarolik huquq va majburiyatlarini bevosita vujudga keltiradi, o'zgartiradi va bekor qiladi. Fuqarolik kodeksining 129-moddasida keltirilgan. Fuqarolik kodeksining 129-moddasining mazmunidan kelib chiqsak, vakillikni amalga oshirishda vakilga nisbatan hech qanday yuridik oqibat kelib chiqmaydi. Ya'ni unda huquq va majburiyat hamda undan kelib chiqadigan javobgarlik ham bo'lmaydi. Masalan, A ismli shaxs o'z vakili B ismli shaxs orqali o'z mol-mulkini S'ga ijaraga beradigan bo'lsa, bu munosabatlardan kelib chiqadigan huquq va majburiyatlar faqat A va S ismli shaxslar o'rtasida bo'ladi. Ijara haqini olish, uni tasarruf etish huquqi yoki mulkdagi kamchiliklarni bartaraf etish majburiyatlari A'ga nisbatan vujudga keladi. Bunda vakil B'da bunday huquq va majburiyatlar, undan kelib chiqadigan javobgarlik bo'lmaydi. Ammo agar shaxs 14 yoshga to'lmagan yoki muomalaga layoqatsiz bo'lsa, unga nisbatan vasiylik belgilanadi. Vasiy barcha munosabatlarda o'z vasiyligi ostidagi shaxslar nomidan harakat qiladi va nafaqat ularga nisbatan huquq va majburiyatlarni vujudga keltiradi, o'zgartiradi, bekor qiladi, balki amalda ularni shaxsan o'zi amalga oshiradi va ulardan kelib chiqadigan oqibatlar uchun ham shaxsan o'zi javob beradi. Muomalaga layoqatli fuqarolargina vasiy bo'lishlari, vasiylik qilishlari mumkin. Istisno sifatida ayrim hollarda 16 yoshga to'lib pasport olgan fuqaro ham vasiy bo'lishi mumkin. Vakillik shaxs yoki tashkilotning huquqlarini himoya qilish, manfaatlarini ilgari surish va qonuniy masalalarda yordam ko'rsatish uchun muhimdir. Ular juda ko'p maqsadlarda ishlatilishi mumkin. Jumladan, huquqiy masalalar bo'yicha yordam kerak bo'lib qolganda, sudda o'z manfaatlarini himoya qilishda, ishni osonlashtirishda va vaqtni tejashda, shuningdek psixologik qo'llab-quvvatlashda kerak bo'lishi mumkin. Odatda vakillik yozma ravishda tuziladigan ishonchnoma bilan rasmiylashtiriladi. Bu quyidagicha qo'llanilishi mumkin. Birinchi, fuqarolik huquqiy shartnomalarini tuzish. Ikkinchi, savdo va tijorat operatsiyalarida qatnashish. Uchinchi, sudda yoki davlat organlarida vakillik qilish. To'rtinchi, mulk yoki mol-mulkni boshqarish. Bundan tashqari, sudda vakillik qilish ham keng tarqalgan hisoblanadi. Chunonchi, fuqarolar va yuridik shaxslar o'zlarining fuqarolik ishlarini sudlarda yoki o'zlari bevosita yurgizadilar. Lekin kasallik, komandirovkada bo'lish, huquq normalaridan yetarlicha xabardor bo'lmaslik, muomala layoqatiga ega bo'lmaslik va shu kabi boshqa sabablar bilan da'vogar va javobgarlar sud ishini yuritishni boshqa shaxslarga, ya'ni vakilga topshirishlari ham mumkin. Shu sababli yuridik shaxslarning sud ishlarini yuritish vakillari tomonidan yuritiladi. Shunday ekan, vakillik yuqorida ko'rsatilgan shaxslar nomidan hamda ularning manfaatini ko'zlab sudda ish yuritish bilan bog'liq protsessual harakatlarni amalga oshiradi.
Sudda fuqarolik ishlarining vakil orqali yuritilishi fuqarolik protsessual huquq nazariyasida sud himoyasida bo'lgan huquqni ta'minlash usullaridan biridir. Kimlar qay tartibda va maqsadda sudda vakillik qilishi mumkinligini quyidagicha aniqlash mumkin. Korxona, muassasa, tashkilot, jamoa xo'jaliklari va boshqa tashkilot rahbarlari, shu muassasa ishlari bo'yicha kasaba uyushmalarining vakillari, kasaba uyushmalari tomonidan amalga oshiriladigan boshqa shaxslar ishlari bo'yicha qonun, ustoz va nizomda o'z a'zolarining huquq va manfaatlarini himoyalash huquqi berilgan tashkilotlarning vakillari, qonun ustavi yoki nizomda boshqa shaxslarning huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar vakillari, advokatlar, taraflar saylagan sud shu ish bo'yicha vakillik qilishga ruxsat etgan shaxslar, ishtirokchilardan biri boshqa ishtirokchilarning topshirig'i bo'yicha vakil bo'la oladilar. Vakil o'zida bo'lgan vakolatga binoan o'zini vakil qiluvchiga nisbatan muayyan huquq va majburiyatlarni vujudga keltiradi, o'zgartiradi va bekor qiladi. Binobarin, vakolat deb vakilning boshqa shaxs nomidan muayyan yuridik harakatlar qilishga va shu bilan uchun huquqiy oqibatni vujudga keltirishga qaratilgan huquq tushuniladi. Vakilning vakolatlari qonunga, sud qaroriga, vakil qilingan davlat organlarining hujjatiga yoki ishonchnomaga asoslangan bo'lishi mumkin. Vakillikning quyidagi turlari mavjud. Umumiy vakillik bosh ishonchnomaga asoslanadi. Umumiy vakolatlar asosida ish olib boruvchi vakil vakolat beruvchi nomidan muayyan munosabatlarda qonunda belgilangan hollardan tashqari barcha yuridik xatti-harakatlarni amalga oshirishga haqli bo'ladi. Maxsus vakillik vakil ishonchnoma yoki shartnomada ko'rsatilgan xatti-harakatlarnigina amalga oshira oladi. Ya'ni vakilning vakolatlari birmuncha cheklangan bo'ladi. Jamoat vakilligi jamoat birlashmalarining o'z a'zolarining manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan vakilligi hisoblanadi. Ma'muriy aqdga asoslangan vakillik vakillikning ushbu turiga muvofiq ma'muriy tartibda tayinlangan vakil vakolat beruvchining nomidan harakat qilish majburiyatini oladi. Shartnomaviy vakillik vakillikning vujudga kelishi taraflarning o'z erki, xohish istagi asosida o'zaro kelishuvga muvofiq belgilanadi. Qonuniy vakillik vakolat beruvchining erkiga bog'liq bo'lmagan holda normativ hujjatlar asosida vakilga berilgan vakolatlardan kelib chiqadigan vakillik hisoblanadi. Shu bilan birga koma yoki letargik uyqu, uzoq vaqt behush holatda yotish holatidagi shaxsning muomala hayotini to'xtatib turish tufayli vaqtinchalik vakil tayinlanishi lozim. U ham qonuniy vakillikning bir shakli sifatida e'tirof etiladi. 3-rejamizga to'xtalib o'tsak, Fuqarolik kodeksining 134-moddasiga ko'ra ishonchnoma deb bir shaxs, ya'ni ishonch bildiruvchi tomonidan ikkinchi shaxsga, ya'ni ishonchli vakilga, uchinchi shaxslar oldida vakillik qilish uchun beriladigan yozma vakolatga aytiladi. Ishonchli vakil o'ziga ishonchnoma bilan berilgan vakolatlar doirasida ish olib boradi. Ishonchnomaning berilishi vakil uchun vakolat belgilashga qaratilgan bir tomonlama bitim sifatida ko'riladi. Ishonchnoma topshiriq shartnomasi, mehnat shartnomasi, ekspeditsiya shartnomasi va boshqa shartnomalar asosida beriladi. Yuridik shaxs nomidan, shuningdek yuridik shaxsga ham ishonchnoma faqat yuridik shaxsning ustavida nizomda ko'rsatilgan faoliyat maqsadlariga zid bo'lmagan bitimlarni tuzish uchungina berilishi mumkin. Bu Fuqarolik kodeksining 134-moddasining 2-bandida belgilab o'tilgan. Ishonchnoma bir shaxs, shuningdek bir necha shaxslar nomidan bir yoki bir necha shaxslar nomiga ham berilishi mumkin. Masalan, uy-joy qurish kooperativining vakili kooperativ a'zolarining barchasi tomonidan yoki umumiy majlisning vakolatiga binoan bir necha shaxs tomonidan imzolangan ishonchnoma olishi mumkin. Ishonchnoma vakilning uchinchi shaxslar bilan huquqiy munosabatlarda bo'lishi uchun tayinlanadi. Ishonchnomaning mazmunidan vakilning qanday vakolatlarga egaligi, qanday yuridik harakatlar qilishga haqliligi ko'rinib turishi kerak. Binobarin, vakil ishonchnomada ko'rsatilgan vakolat doirasida harakat qilib, uchinchi shaxslar bilan shartnoma tuzgan bo'lsa, vakil qiluvchi bu shartnomani bajarishdan bosh torta olmaydi. Ishonchnomani quyidagi turlarga ajratish mumkin. Umumiy ishonchnomada turli bitimlarni tuzish yoki boshqa yuridik harakat amalga oshirish, masalan, yuridik va jismoniy shaxslarning filiallarini idora etish yoki fuqaroga tegishli transport vositasini boshqarish uchun berilgan vakolat ko'rsatiladi. Maxsus ishonchnoma faqat muayyan sohada bitimlarni tuzish yoki yuridik harakatlarni sodir etish imkonini beradi. Masalan, transport ekspeditsiyasi shartnomasi bo'yicha mijoz bergan ishonchnomada ekspeditorga faqat shartnomaviy munosabat doirasida eksport yoki import uchun talab qilinadigan hujjatlarni olish,
bojxona rasmiyatchiliklari yoki o'zga rasmiyatchiliklarni bajarish, yukning miqdorini va holatini tekshirish, uni ortish va tushirish, mijoz zimmasiga yuklatiladigan bojlar, yig'imlar va boshqa xarajatlarni to'lash, yukni saqlash, uni belgilangan manzilda olish kabi yukni yetkazib berish uchun zarur bo'lgan harakatlarni amalga oshirish bilan bog'liq bitimlar tuzish uchun vakolat berilishi mumkin. Bir martalik ishonchnoma faqat bir bitim yoki yuridik harakat sodir etish uchun beriladi va uning bajarilishi orqali ishonchnoma o'z kuchini yo'qotadi. Masalan, bir oylik maoshni pochtadan xatni yoki jo'natmani olish bo'yicha berilgan ishonchnoma uning olinishi orqali bekor bo'ladi. Shuningdek, ko'pchilikning shaxsiy va boshqa huquqiy munosabatlarda duch keladigan ishonchnoma haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bir shaxs, ya'ni ishonch bildiruvchi tomonidan ikkinchi shaxsga ishonchli vakilga uchinchi shaxslar oldida vakillik qilish uchun berilgan yozma vakolat hisoblanadi. Ishonchli vakil esa shu ishonchnomada berilgan vakolatlar asosida ish olib boradi. Yuridik shaxs nomidan esa yoki yuridik shaxsga ham ishonchnoma faqat yuridik shaxs ustavida zid bo'lmagan bitimlarni tuzish uchungina berilishi mumkin. Ishonchnoma ko'pi bilan 3 yil muddatga beriladi. Agar unda muddat ko'rsatilmagan bo'lsa, berilgan kundan boshlab 1 yil mobaynida o'z kuchini saqlaydi. Berilgan kuni ko'rsatilmagan ishonchnoma esa haqiqiy hisoblanmaydi. Ishonchnomaning amal qilishi quyidagi holatlarda bekor qilinadi. Ishonchnoma muddatining tamom bo'lishi. Ikkinchi, ishonchnoma bergan shaxsning uni bekor qilishi. Uchinchi, ishonchnoma berilgan shaxsning bosh tortishi. To'rtinchi, nomidan ishonchnoma berilgan yuridik shaxs faoliyatining to'xtatilishi. Beshinchi, ishonchnoma bergan fuqaroning muomalaga layoqatsiz, muomala layoqati cheklangan yoki bedarak yo'qolgan deb hisoblanishi yoki vafot etishi bilan. Oxirgisi, ishonchnoma bergan shaxs undan xohlagan paytda voz kechishi yoki uni bekor qilishi mumkin. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat, aziz tinglovchilar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.